Instagramdan o'tib kelganlar, salom, assalomu alaykum. E'tiboringlar qarshisida IM Motors LS7 bo'ladi o'rtoqlar. Bu mashina O'zbekistonda kosasi oqarmagan brendlar turkumiga kiradi. Sababi avtomobil juda ham качественный, juda ham прочный, juda ham mustahkam va juda ham aqlli, innovatsion, smart avtomobil hisoblanadi. Lekin narxini qimmatligini hisobiga kosasi oqarmadi. Lekin sizlarga narxini juda ham arzon qilib beryapman. Agar ko'rganlar bo'lsa, narxini $39,000 qilib belgiladik. Inshaalloh uyaltirmaydigan narx. Mashina yangi 23-yil 7-oy, atigi 900 kilometr masofani bosib o'tgan. Bu kilometr emas, haydaydigan odamga. Mashinamiz krugovoy, undan oshiq kameralar bilan jihozlangan. Juda ham navorочный 20 diska balonlarda turibdi. Qaranglar, 20 bo'lishiga qaramasdan juda ham katta, shiroki balonlarda. Bismillah. Eshikni mana qaranglar. Salon holatlariga отдельно baho bersanglar bo'ladi. Avtomobilimizda deyarli knopka yo'q. Hamma narsa mana bunaqa monitorda boshqariladi. Monitorlar tushadi, chiqadi, sizni kutib oladi. Rullari bo'lsa Model S Plate ga o'xshaydi. Qaranglar, bunaqa chopilgan. Avtomobilimizda Eco Sport, Comfort Sport Plus rejimlari bor. Sport Plus rejimida siz 0 dan 100 gacha atigi 4,5 sekundda harakatlana olasiz. Ortiqcha bo'lsa 425 yozgan ekan, lekin 425 dan ko'proq deb o'yladim. Qaranglar, mana bu nimalarni ham, nima derdilar? Shunaqa tushiradigan narsalarni ham qaranglar. Juda ham chiroyli qilingan. Oldi laboyi ham mana bu hamyogacha ham kelgan, tomgacha. Bu degani luk shart emas, lekin ikkinchi qismida panoramaga qo'shilib ketgan joyi bor. Mashinaning o'zini qaranglar, qanaqa aqlli nima qilgan. Tepa qismlari aniqlab, mana eshikning materiallari tepasi koja, mana bu o'rtasi juda ham sifatli plastikdan qilingan, juda ham sifatli, anaqa tufta plastik emas. Mana bu o'rtasi koja. Bu yog'i ham koja, bunisi material ekan, tegi ham koja. O'zi bilib turibsizlar darajani. Bismillah. Orqa tomoni ham deyarli xuddi o'sha gap. Men buni qanday boya tushirib qo'ydim, qara ko'tarishni bilmadim. Bundoq qilsa tushar ekan, qaranglar. Bundoq qilsam chiqadi. Pastakanniki ham juda jiddiylarni qo'yilgan, inshaalloh uyaltirmaydiganlarni. Mana bu akustika, mana bu avtomobilning ichidagi искусственный intellekt 23-yilgi mashinada ham bor ekan. Hozir 25-yildamiz, конечно, lekin o'sha yili ham IM Motors bu narsani yo'lga qo'ygan. Mana bu bagaj knopkalari ham даже sensorda turibdi. Mana bu batareykasi bo'lsa kerak, 7 kilovat. Mana bu orqa tomonidan mashinani qaranglar. Bundoq qilsanglar tushadi. Sal uzoqroq keting. Uzoqroq ketsangiz bo'ladi. Tushyaptimi? Hozir tushadi. Ko'tar. Tushib turgan ekanda bu o'zi bu. Endi ko'tarilyapti, qaranglar. Xullas o'rtoqlar, nima demoqchiman? Maqtanib qo'ydim-da, pnevma podveskasi bor. Mana bu tomoni bo'lsa qaranglar. Orqa tomoni 0 gravitatsiyaga yotadi. Abagrev, abdub, massaj, sizni miyangizga kelgan qanaqa funksiya bo'lsa bu avtomobilda bor. Muzika asabingizga tegsa, mana mashina o'zida, mana shu zonadagi muzikalarni o'chirib qo'ysa bo'lar ekan. Oh, mashalloh. Mana 0 gravitatsiya. Uzoq safarlarga bitta nima qilib ketiladi. Mana bu 9 klimat kontrollarni aytmasam ham bo'ladi. Bu o'zi arzon mashinalarda ham chiqib ketdi. Lekin bu mashinaning darajasi umuman boshqa. Sizlarga budjetli narxda premium avtomobillarni taklif qilishni davom etamiz. Bizdan uzoqlashmanglar, YouTube kanalimizga podpiska qilinglar. Xudo xolasa bunaqa uzun videolar inshaalloh ko'p bo'ladi. IM Motors LS juda ham sifatli avtomobillardan bittasi. Qaranglar, oldi tarafdagi relsi даже oldigacha borgan, qaranglar. Juda ham sifatli bo'lgan. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Avtosotilda sizlar uchun doim xizmatda. Men hozir 0 gravitatsiyada masajini ham yoqib qo'yay. Masajini yoqib 0 gravitatsiyada uxlab, ozgina dam olaman. Sog' bo'linglar.